İkinci eringizni ajrashganingizda necha yoshda edingiz? 29'da 4 yil yurganman deydi. 4 yil yurganman, 1 yil borib kelib yurganman. Keyin turmushga chiqmadingiz. Chiqmadim. 29'imda qo'yganman-da. O'yladingizmi boshqa turmushga chiqishni? Yo'q, o'ylamadim. Nimaga? Bolalarni katta qilaman dedim. Yordam berdimi o'sha ikkita birinchi eringiz? Yo'q, birinchi erim yordam bergan. Birinchi erim dollar jo'natardi. Qizimga ustuvor qilardi, kichkina qizimga ham ustuvor qilardi. O'g'limga ham qilardi, u mard edi. Birinchi xo'jayinim. Qaynam isirg'a qilmadi deb haydagan. Rahmatli, o'zi ham yaxshi edi-yu, isirg'a olib kelmadi, otangning yo'qlandi-da deb tashlan qilgan. Xo'jayinim hamma yo'qni qildi. Qizimni chiqarganimda ham qildi, keyin ham qildi, buvam o'tganda ham qildi marosimlarini, dadam o'tganda ham marosimlarini qildi. Hammasini qildi. Uylanganmi? Rossiyada o'ris xotini bor. Keyin olib ketaman dedim, men unamadim. Ammo hozir ham xabar olishadi amakilar.